Malades o'rtoqlar, sizlar aktiv bo'lganingiz uchun men o'rmonda 29 ta yashab qolgan videomni ikkinchi qismini o'sha chiqaryapman. Bilaman, orangizda qiziqib kutayotgan odamlar juda ham ko'p bo'ldi. Shuning uchun ham video boshlanishidan oldin hoziroq pastga tushing va like bosing va o'rtoqlar bilasizlar, men 70% dan ko'p odam obuna bo'lmasdan kuzatadi. Iltimos, qorasizlar, mazza qilsizlar, qayta ham obuna bo'lib ko'ringlar. Shu men videolarimni ko'rib mazza qilsizlar, obuna bo'lsanglar, men ham mazza qilaman. Hammani tushunib, men aytgan narsani qilib bo'lgan bo'lsa, demak, video boshlandi. Mazza qilib ko'ringlar. Voy, bular biz tirchi oxirigacha qilasizlarmi? Ha? Oyog'ingni uchigacha qilamiz. Oyog'ini yig'. Nimagaligini bilmadim-ku, lekin bola juda ham qattiq qilib o'rashdi. Bolalar chiqib ketishim kerak mana? Davay, qani? Harakat qil, davay, ha. Davay. Jahl bilan takoy. Bog'ini urmani? Davay. Ha. Yaxshi anu bor-ku. Kapalak paydo bo'ladi. Ash kapalaklar ham oson emas, ko'rding? Voy, Teleganimdan bo'lib ketdi shoning. Teleganimdan bilchilab qoldi. Voy, endi yo'q. Hamaylar, вообще-то ana qilamiz. Men sizlarga fo'ran qo'limni qaytib tegin tiqaman sizlarga fo'ra endi. Ha. Qo'limni qaytib tegin tiqib endi pichoqchamni olib. Sen bo'lding-ku, bo'lsa shuni bor. To'g'ri aytsam, bolalar meni strichga o'rashdan oldin cho'ntagimga kichkinagina pichoqchani solgandim. Va hozir o'sha yordamida bemalol chiqib ketaman. Bular buni qalinligini qarang. Xullas, jazoni bajardik, qarang. Nakazani bajarildi. Va xuddi shu paytda menga bitta g'oya keldi. Hozir men o'ralgan narsa uxlashimiz uchun juda foydali narsa chiqdi. Ya'ni kulunka, to'g'ring ko'rsang. Mana zo'r kulunka bo'lib chiqdi-da. Yotishimizga. Hozir endi brat o'ylab yana xuddi kulunkasimiz ketdik. Rivaj! Ular meni qattiq qilib o'rganda, mana bularni qattiq qilib o'radim. Shuning qo'lingizda. Sen u ketadi. Farqi yo'q. Hozir 40 kunda emas, 40 sekundda qaytyapti. Shunaqa hazil-huzullar bilan akani o'rab tashladik. Yana qayta omonxonni qiynaysizmi? Hop, chiqing bo'ldi. Bunaqa oson emas. Men qo'llar qo'ygan. Voy, qanaqasi bu? Men tug'ildim. Nimagadir Dilshod aka umuman qiyinchiliksiz chiqib ketdilar. Chopmas. Daraxtni ichira o'zi qolib ketdi. Daraxt o'ziga. Hamayli, har maqsadimiz jazolashmas edi, shuning uchun ham hozir bizda yana bir 500 strich bo'lsa ham sizni qiynamadik. Strichni daraxtdan oldik. Xo'jajon akamiz egalari.